Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir mana yana bular qolipimizda yevroz qanaqa bo'ladi, abishnis qanaqa bo'ladi deganlarga bir qator tushuntirib o'tamiz. Yevro qolipimiz har tomonlari profildan bo'lgan, tag tomonlari ham profildan bo'lgan, oshiq-moshiqlik, bir tomonda ikkita oshiq-moshiq, bir tomonda 3 ta oshiq-moshiqlik bo'lgan. Buni ko'rishingiz mumkin. Bunda unaqa profillari yo'q. Bu oddiy, tagida ham profili yo'q. Bu sal arzonroq chiqadi. Endi yevro qolipni nimaga qimmat deganlarga hozir mana bir qator yechishlarni ko'rsatib o'taman. Rezbali bo'lgan, rezbalarni yechiladi. Bu tomonni ham yechiladi. Quyish bunda rosa ham udobniy bo'lgan bunda. Mana bas ochiladi. Bir tomonni yerga tushirasiz. Ustida bemalol yurib g'ishini olishingiz mumkin. Bu qayrilib ketadi, sinib ketadi, unaqa narsa bo'lmaydi. Chunki shanirlari baquvvat shanirdan qo'yilgan. Baquvvat, kichkina dorozan shaniridan emas, baquvvat shanirdan qo'yilgan. Bemalol ustida yursanglar bo'laveradi. Egilib ketadi, bekilib ketadi, unaqa gap so'z yo'q. Mana listlari ham qalinligini bir ko'rib olsanglar bo'laveradi mana. Lazerda kesilgan mana. List qalinligi 3 plyusovoy. Hech qayta bir vannasi yo'q, har tomoni bir xil bo'lgan. Mana shu yevro qoldi. Ochilish jarayoni. Bu oddiysidan bunda ham rezno bo'ladi. Hozir ip taqib qo'yganmiz. Ipini bo'shatasiz. Bir tomon lisi olinadi bunda. Olib qo'yib chekkaga qo'yasiz. Keyin qaytarib yana tikishingiz mumkin. Bunda unaqa emas. Shuni olasiz, yana qaytarib ishlari bo'lgandan keyin mana taglarda rezinkalari bo'ladi. Mana tag tomoniga magnetiga rezinka qo'yiladi. Ko'pchilik maniga qo'yib qo'yadi. Mana tagiga rezinkani yopishtirasiz. Qaytarib shuni yig'asiz yana. Qo'yib yana qatirasiz. Ishni tez boshlasangiz bo'laveradi. Bunda bu qolipda 5 tasida mana 3 tasi o'rnini bosaveradi. Ko'rishingiz mumkin bu.